Yuzaga kelgan vaziyatni, bugungi hayotni hisobga olib, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash chorasini xalqimiz kutyapti. Eski tuzum asorati, kasofati tufayli bugun xalqimiz og'ir ahvolga tushib qoldi. Uni burnini qonatmasdan yorug' hayotga yetkazish hozirgi kundagi eng asosiy va dolzarb vazifalarimizdan biridir. Xullas, yordamga, madadga muhtojlarni prezident o'z panohiga olishi shart deb hisoblayman. Kun kechirish uchun eng zarur mahsulotlardan 12 xilini narxini o'shlab turishga qaror qildik. Shu jumladan non, un, shakar, moy va hokazo. Bir toifa odamlarning cheksiz boy bo'lib, yana bir toifadagi odamlar g'arib, gado, qashshoq bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Qayerdaki tinchlikka putur yetsa, xalq osoyishtaligi xavf ostida qolsa, o'sha joyda prezident posbon bo'lishi darkor. Erkinlik esa taraqqiyotning yakkayu yagona yo'lidir. Shu sababdan mening yana bir muhim maqsadim erkinlik berish va ana shu erkinlikni После ухода в мир иной Шарафа Рашидова на посту главы Узбекистана последовательно сменятся Усман Хаджаев и Нишанов. Первый не сумеет, второй не захочет защищать шкурные интересы, выкормленной Рашидовым местной партийно-номенклатурной знати. И тогда наиболее многочисленный и боеспособный рашидовский клан приведет к власти своего ставленника, Ислама Каримова. Ислам Каримов, воспитанник детдома, исполнительный чиновник, будет для Кремля идеальной кандидатурой на пост первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана. Eski tuzumlardan bizga nurab vayron bo'lgan boshqaruv sistemasi meros bo'lib qoldi. Tezroq ana shu vayrona o'rnida o'zimizning binoni tiklashimiz kerak. Boshqaruv hokimiyati, davlat hokimiyati endi nima qiladi? Xo'jalik ishlariga aralashmasdan o'z ishini bajarishi lozim. Huquqiy davlatning quroli ham, himoyasi ham, ko'zi ham, so'zi ham qonundir. Ming afsuski, bizda qonunlarni mensimaslikka, ularning buzishga o'rganib qolingan. Qonunni buzishga hech kimning huquqi yo'q. Chunki qonun xalqning xohish irodasi, uni buzgan, mensimagan odam xalqning yuziga oyoq qo'ygan kishidir. Prezident qonunlarning eng asosiy posboni, himoyachisi bo'lishi kerak deb hisoblayman. Xalqqa, yurtga xizmat qilish er kishi uchun, mard kishi uchun, o'g'lon uchun sharafli ishdir. По иронии судьбы, в декабре 1991 года этот человек с размытыми корнями станет президентом независимого Узбекистана. O'zbek xalqini, o'zbek nomini ulug'lash, o'zbek xalqini butun dunyoga ko'tarish va kelajak hayotimizni bugun zaminni tug'dirish degan narsa. Nima deganda menga bildirgan, shaxsan O'zbekiston prezidentiga bildirgan hurmat va o'zimni katta hozirgi etalik bergan va'dalarimdan chiqishga mana shu menga madad beradi, menga zamin tug'diradi va sizlar bilan birga azizlar, to'g'ri tushuninglar, men etalik sizlarga asoslanib, sizlarga suyanib, sizlarga tayanib, butun xalqimizga tayanib ishonaman. Bilib qo'yinglar, ishonamanki, albatta hozir belgilangan, hozir va'da bergan, hozir o'zimiz hayolimizda olib keladigan maqsadlarga albatta erishamiz. Bunga mana shu Qur'oni Karim oldida men qasamyod yana bir marta aytmoqchiman.
man sizdan iltimos qilmoqchi edim, kelajakda shu bozor darajasini saqlab qolishda va umuman boshqa regionlarga qaraganda bizdagi turmush darajasini saqlashda sizni kelajak qisqagina bir ikki og'iz rejangizni bilishni iltimos qilardim. Bozor iqtisodiyoti nima uchun O'zbekistonga kerak desa, men shunday javob berardimki, shu kelajak avlodning taqdirini yangi saviyaga ko'tarish. Mana Shvetsiyani misoli bor. Agarki kambag'al odam hayot darajasi 1 deb hisoblasangiz, eng boy oilani daromadi 2 marta ko'proq faqat. 2 marta, 10 marta emas, 100 marta emas. Bizlar ham O'zbekistonda shunday siyosat olib borishimiz kerakki, agarki bittasi boy bo'lib ketsa, bittasi kambag'al qashshoq bo'lib ketsa, слащавая маска, созданная с помощью партийной пропаганды, надежно скрывала криминальный облик власти. Поэтому приход Ислама Каримова в июле 1989 года на пост главы коммунистов Узбекистана, его обещание экономических реформ и политической либерализации породили надежду на обновление общества. В июне месяце в печати началась кампания по обсуждению проекта закона о языках, предложенного правительственной комиссией. Формально статусом государственного языка наделялся узбекский язык, а русский под предлогом языка межнационального общения сохранял свое доминирующее положение в общественной жизни. Статус узбекского языка в качестве государственного устранял дискриминацию коренного населения и открывал широкие возможности для развития образования, науки и культуры. Однако это мало заботило партийную мафию. Как выяснилось из этого заказного противоборства на страницах газет, единодушие по вопросу о государственном языке между местными и пришлыми чиновниками было мнимым. Узаконенной Конституцией приоритет узбекского языка над русским подрезал крылья московскому десанту, снижая конкуренцию в эшелонах власти. Поэтому национальная бюрократия активно манипулировала оппозицией, чтобы с поправками и дополнениями принять удобную для собственного пользования версию закона о языках. veteraniman, ham mehnat veteraniman. O'zbek tilimizni o'tkazib bersa bo'ldi. Boshqa hech bizga hech narsa kerak emas. Janjal to'polon kerak emas, to'polon. Birligimizni yo'qotmay o'tishimiz bo'ldi. Men kunisi xo'jalik mollari magazinda ko'rdim, bitta qiz kelyapti. Okay dedi, sotuvchiga muomala murojaat qilyapti. Vishnalarni, ko'z tushkalarini vitaska o'tkazadigandan borma dedi. Qarang, bizning tilimiz qanaqa haqoratga botib ketganda aka. O'zini tilini unutgan xalq bora-bora tarixini ham yo'q bo'lib ketdi-ku axir. O'zbek tili O'zbekiston uchun davlat tili bo'lishi kerak. Boshqa shak bo'lishi mumkin emas. Chunki til yo'qolgandan keyin xalq yo'qoladi. Xalq yo'qolsa hamma xalqlar bundan ziyon faqat topadi. Agar shu qonun 20-oktyabrga borib qonunlashtirilsa, demak o'zbek tilini bu kundagisidan kuni yomon bo'ladi. Agar teng bo'lib qolsa rus tili bilan davlat tili. O'sha Rasmigamda bitta gap bor. Agarda mening ona tilim ertaga o'ladi ekan bo'lsa deydi, men shu bugunoq hayotdan voz kechaman. Mana shu shaxsan men shu yorifdim. Meni orqamdagi o'rtoqlarim На этих митингах в адрес руководства страны
писались десятки коллективных писем с требованиями государственного статуса узбекскому языку. Lekin ayrim bir odamlar chiqib yetqizyapti, ikki tilli bo'lyapti, deyapti. Tushunyapsizmi? To'xtab turing. To'xtab turing. Nima uchun ikki tilli bo'lish kerak? Qani? Массовый протестный потенциал встревожил Каримова. Партийные чиновники, встретившиеся по его указанию с лидерами оппозиции, в обмен на отказ от митинга 10 сентября дали обещание в течение недели зарегистрировать Берлик. Однако, как выяснилось позже, регистрация оппозиции не входила в планы правящей номенклатуры. Официальное признание Берлика узбекскими властями позволило бы оппозиции, помимо обсуждения статуса узбекского языка, легитимно участвовать в решении острых социально-политических и экономических проблем. Это и борьба с безработицей и экологическими последствиями засилья монокультуры хлопка. Это и участие в расследованиях причин ферганской трагедии и массовых убийств солдат срочной службы в советской армии. Qo'qon shahar Yangiobod ko'chasidagi 51-uydan Yoshkor ovaga harbiy xizmatga ketgan Ismatov Yusufbekning murdasi o'zini o'zi osgan degan qalbaki hujjat bilan uyiga jo'natilgan. Aslida o'zi it azobida o'ldirilgan. Qo'qon shahar Chernusheskiy ko'chasi 41-uy 37-xonadondan Akbobinsk oblast Emba shahriga harbiy xizmatga chaqirilgan Boyxonov Muhiddinning o'ligi o'zini o'zi o'ldirgan degan hujjat bilan oilasiga qaytarilgan. Jasadi nazardan o'tkazilganida esa uning orqa yelkasida, orqa belida 7 o'q izi borligi ma'lum bo'lgan. Bunday dahshatli fojialar sanog'i qo'limizda. Однако не стоит сбрасывать со счетов и объективные причины, мешавшие демократизации Узбекистана. Гласность и плюрализм мнений, наблюдаемые на западе СССР в Прибалтике, противоречили нашей патриархальной культуре единовластия, замешанной на большевистском нигилизме.
olib keldik. O'sha militsiya olib ketgan bolalar hammasini olib keldik. O'zim shaxsan bordim, do'stlar bilan olib keldik. Lekin biz shunday kelishdikki, qayerda? hokimiyat bilan shunday kelishdikki, shu bolalarni olib kelgandan keyin biz mana shu avtobuslarga o'tirib, Bo'zgaradok tomonga boramiz deb kelishdik. O'rtoqlar, bunday bo'lsa, o'rtoqlar, agar sizlar shu birlikning hayotini hurmat qilsanglar, birligini hurmat qiladigan bo'lsanglar, yoshlarning mana aytgan suhbatini hurmat qiladigan bo'lsanglar, bizning gapimizni tinglashga iltimos qilamiz. Bo'lmasa biz